Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga bir yangi ochilgan sayt haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni bu saytda biz qanaqa ro'yxatdan o'tamiz, qancha pul topamiz va qanaqa pul chiqarsak bo'ladi, shular haqida ma'lumot berib o'taman va qanaqa taktikalar orqali pullarimizni ko'paytirishni shu videoda bilib olsanglar bo'ladi. Shuning uchun videoni o'tkazmay tomosha qilinglar. Biz videorolikka boshladik. Birinchi navbatda o'rtoqlar signal tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu yerga o'rtoqlar mana bu joyga username kiritishimiz kerak bo'ladi. Ismimizni yozib qo'ysak ham bo'ladi. Bu joyga elektron pochta manzilimizni yozamiz. Elektron pochta manzil parolni 2 marta yozamiz va pastiga captcha terib ro'yxatdan o'tib olamiz. Mana o'rtoqlar men parollarimni yozib bo'ldim. Signal tugmasini bosaman. Mana ko'rdinglar, ro'yxatdan o'tib bo'ldim. Bu yerda mana o'rtoqlar eng foydali joyini aytaman men sizlarga. Bu yerda aytayaptiki, mana mendan ko'pchilik so'raydi, Tronking shunaqa saytlarda ro'yxatdan o'tganimizda qanaqa biza bonus olsak bo'ladi deydi. Bonus olishinglar va pul chiqarishda muammo bo'lmasligi uchun sizlar menyuga o'tasizlar. Setting bo'limiga o'tib, birinchi navbatda email ni verifikatsiya qilib olishlik kerak bo'ladi. Email verification'ni bosganingizdan keyin sizlarning elektron pochtalarga xat jo'natiladi. O'sha xat orqali sizlar ro'yxatdan o'tasizlar. Hozir buni ham bir ko'rsatib o'taman. Mana shu joydan email verification'ni bosasizlar va bu yerga Gmail pochtalarga xat keladi. Qanaqa xat deyishinglar mumkin? Men hozir buni ham tushuntirib o'taman. Misol uchun men hozir ro'yxatdan verifikatsiya qilib bo'lgan ekanman yaqinda. Shuning uchun men sizlarga hozir misol uchun boshqa saytlar misolda ko'rsatib o'taman. Misol uchun o'rtoqlar mana shunaqa SMS keladi. Bu joyda mana silka bo'ladi. Silka orqali kirasizlar va profilinglarni ochib olasizlar. Keyin o'rtoqlar ishni boshlagan bo'lsak, o'rtoqlar birinchi navbatda biz bonus xosiyatimizni olishimiz kerak bo'ladi. Kirganimizda mana bu randomli baraban aylanadi va baraban chiqqan sonlar mana masalan 9885 dan past bo'lsa, sizga mana shu ko'rsatilgan summa beriladi. Agar mana bu ko'rsatilgan sonlar chiqadigan bo'lsa, mana shu ko'rsatilgan valyutalarni beradi va siz birinchi kirganingiz uchun sizga 2 barobar ko'paytirib beradi. Mana 1,5 mingni 3 ming qilib berdi. Ya'ni shuni 10 marta bosib chiqamiz o'rtoqlar. Shunda bizga o'yinni boshlashimiz edi, ya'ni pul ko'paytirishimiz edi, sarmoyasiz boshlashimiz uchun bu kichkina sarmoya hisoblanadi o'rtoqlar. Shuning uchun men nima aytsam, hammasini to'liq ko'rishga tavsiya qilaman. To'liq ko'rsanglar, hamma ma'lumotlarga ega bo'lasizlar va qanaqa qilib pulinglarni, balansinglarni ko'tarsanglar bo'ladi, shulargacha o'rgatib o'taman. Shuning uchun videoga like bosib qo'yish sizlardan chiqib qolmasin. Mana hamma bonusimizni olib bo'ldik. Endi soatlik bonusga o'tamiz va pastga tushadigan bo'lsak, bizga darajalarni ko'rsatib qo'yibdi, ko'rgan bo'lsanglar. Misol uchun mana Stone darajasidaman. Stone darajasida 75 ming sui beradi. Men boshqa saytlarda silverdaman, основной silver или bronzada darajalarda yuraman. Lekin unga yetish juda ham oson. Asli buni hozir isboti bilan ko'rsatib beraman o'rtoqlar. Shuning uchun videoni o'tkazmay tomosha qilinglar. Ya'ni buni darajani oshirishimiz uchun bu yerda mana aytib qo'yibdi. Mana bu yerda yozgan. Sen bu darajani oshirishing uchun senga games darajasi, ya'ni games o'yinlari yordam beradi. Sen qanaqa qilib darajani oshirsang bo'ladi, sen uchun mana shu qo'yilgan planni sen оборотga o'ynashing kerak deyapti. Ya'ni hammamiz per kliklarni ishlatadigan bo'lsak, kartamizdagi оборотga o'xshagan narsa, masalan, kartangizdan pul yechiladi, pul kiradi, o'shalar hammasi hisoblanadi. Xuddi shunaqa summa bo'ladi. Ya'ni sizda, обороtingizda bir sui оборот bo'lishi kerak. Yutasizmi, yutqazasizmi? Buni qizig'i yo'q. Mana kirdik, ko'rib turinglar 0.
Dice o'yiniga kiramiz, misol uchun. Xo'sh, men taktikamni o'ynab ko'raman. Agar o'xshaydimi, o'xshaydimi, hozir sizlar bilan birga ko'ramiz. Minimal summa bilan boshlaymiz. Xo'sh, minimalka 10.000 ekan. Xo'sh, bu joyni 1.45 qilib olamiz. Qilib oldik mana. 1.45 bu joyiga qo'yamiz, bu joyiga 200 qo'yamiz va avtoni bosamiz. Qani ketdi. Mana hozir biza ko'rib turibsizlar 28.000, mana shu 50.000 bo'lgandan keyin to'xtatamiz. Mana 53.000 bo'ldi, o'yinni to'xtatamiz. Mana 52.495 biza foyda qildik. Endi qaranglar, mana masalan biz 52.000 foyda qildik. Mana biz lekin oborotimizni 31.000 qilib oldik. Buni ko'rdinglar o'zinglar. Endi buni juda ham tez oshirishni sekretni usulni o'rgataman o'rtoqlar. Bu aniq sizni hayron qoldiradi. Limbo o'yiniga kiramiz. Limbo o'yiniga kiramiz. Masalan bizning balansimiz 003 bo'lsa, xo'sh, biz buni ham joyiga 1 qilamiz. 1. Mana ya'ni 101 bo'lib qoladi. Biz hozir balansimiz 3 dan 1ni qo'yamiz, betni bosamiz. Mana yutdi. Yana yutdi, yutdi. Mana yutdi. Bo'ldi o'rtoqlar. Endi chiqib qarasak, foizimiz mana 331.000 bo'ldi. 331.000 biz oborot qildik. Ko'rgan bo'lsanglar, endi keyingi o'yinni sekretini o'rgatib o'taman. Ruletka o'yini. Ruletka o'yiniga masalan 001 ekan. Mana shuni qizil va qora yo'liga qo'yamiz, spinni bosamiz. Ko'rdinglar, balansimizda 0.1 qoldi va pulimizni qaytarib berdi. Mana yana bir marta o'ynaymiz. Ya'ni bizga maqsadimiz qora tushish kerak yoki qizil tushish kerak. Yashil tushsa biz yutqizgan hisoblanamiz. Mana endi mana ko'rib turibsizlar, 931.000 bo'ldi bir pastda. Mana shu foizini hozir sizlar bilan 2% qilib qo'yamiz. Endi bilotgan bo'lsanglar, men hamma o'yinda ko'p o'ynayotganim yo'q, lekin ko'p o'ynasanglar o'rtoqlar, bu balansinglarni ham, bor budinglarni ham yutqizib qo'yasizlar. Mana qani 1 2 3 4 5 6 7 8 qani ko'raylikchi, 178. Yana ozgina kerak ekan, 22.000 yutishimiz kerak ekan. Xo'sh, buning uchun yana bir marta ruletga kiramiz. 1 millionni ikkitaga qo'yamiz. Qani ketdi. 2 marta o'ynaymiz, chiqib ketamiz o'rtoqlar. Yutqizsak ham, yutsak ham. 1. Mana 2 marta yutdik. Bo'ldi o'rtoqlar. Men sizlarga aytganimdek, ko'p o'ynasanglar sizlarda yutqizish ko'payib ketadi. Mana foizdan har bitta oshganingiz sari sizlarga bonus chiqib kelaveradi. Bonuslarni bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Endi menga xos ko'pchilik savol berishi mumkin. Bu qanaqa valyuta, qancha pul turadi, shuni ham so'rashinglar mumkin. Mana hozir men pulimni ko'rgan bo'lsanglar, hech qanaqa pul kiritmasdan 003 ni men почти 003.5 qilib qo'ydim. Shunaqa qilishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, meni kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, undanda qiziqarli va yana hech kim o'ynamaydigan men bu o'yinlarga ham taktika qilaman. Masalan, slot, games, shunaqa o'yinlarga ham taktikalar yarataman o'rtoqlar. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Sizlar bilan Murodil kanali bo'ldi. Endi men sizlarga buni narxini aytaman deb aytmayman. Hozir buni aytishim kerak. Ya'ni hozirgi kunda bu so'yini narxi $3.12 ni tashkil etadi. Buni qaysi birjaga chiqarsak bo'ladi? Mana o'rtoqlar, biz Binance birjasiga pulimizni chiqarsak bo'ladi. Binance birjasidagi mana hozir statistikasi juda ham yaxshi o'ynayapti. Narxlar ko'tarilib tushib, hozirgi kunda ko'tarilish avjiga kelgan, ko'tariladigan paytga kelgan. Shuning uchun sizlardan katta maslahatim ishlashni boshlanglar va
Nima yordam kerak bo'lsa, bizning Telegram gruppamizga kirib, savollaringiz bo'lsa, savollarga javob olsanglar bo'ladi. Hamma savolingizga javob berishadigan odamlar bor. Misol uchun, o'zim ham javob beraman. Vaqt topgan paytim hammani savollarini javobsiz qoldirmay o'rtoqlar, bemalol qo'rqmasdan savolinglarni yozsanglar bo'ladi. Endi o'rtoqlar, biz pulni qanaqa qilib chiqaramiz? Withdraw bo'limiga o'tamiz. Withdraw bo'limiga o'tganimizdan keyin bu yerda mana o'rtoqlar minimalkasi bor. 0.1 suyini tashkil etadi. Biza bu summani ishlashimiz juda ham oson. Men o'rgatgan taktikalar bilan o'ynasanglar, bemalol ishlasanglar bo'ladi o'rtoqlar. Va bu komissiyasi ozgina 500 ming suy satoshi komissiyasi bor ekan. Bu joyga maksimalni bosadigan bo'lsangiz, sizlarning balansinglar avtomatik yoziladi. Bu joyga Binance yoki boshqa birjalardagi adresinglarni kiritib, withdrawni bossanglar, pulinglar chiqarib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda qolishdan umid qilaman. Kattakon rahmat.